Ugrili bo'yicha savol kelgan, hozir shunga javob beraman. 17 yoshman, yuzimda ugrili bor, postakning qovati. Har xil mast survaman, lekin foydasi bo'lmayapti. Hech qanaqa foydasi bo'lmaydi ham. Avvalo 17 yosh qiz yoki o'g'il bola nima bilan ovqatlanayotganini, nima iste'mol qilayotganini inobatga olishimiz kerak. Ular nima yeydi odatda? Fast food, gazirovaniylar, energetiklar iste'mol qilishadi juda ham ko'pchiligi. Avvalambor ovqatlanishga e'tibor beramiz, ishlatayotgan kosmetikamizga, uходовый naborlarimizga va ichki organizmdagi o'zgarishlarga ahamiyat berishimiz kerak. Uy sharoitida davolanib bo'lmaydi, albatta dermatologga, kosmetologga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Vrach nazoratida davolagan yaxshiroq. Hammada har xil bo'lishi mumkin. Balog'at yoshida asosan o'sha gormonal o'zgarishlar, moddalar almashinuv buzilishi hisobiga bitta ikkita chiqib qolishi mumkin ugrilar. Bunda bir xillarda o'tib ketadi, bir xillarda kuchayib boradi. Ota-ona o'sha kuchayib borayotganini sezdimi, o'sha vaqtida ko'rsatgani yaxshi. U kuchayib borgan sari ugrilar ketishi ham qiyin bo'ladi va undan o'zida postakni, ya'ni chandiqlab qolishiga olib keladi. U chandiqlab qolgandan keyin uni ketqizish juda ham qiyin. Shuning uchun farzandingizga e'tiborli bo'linglar. O'tib ketadi, turmushga bersam yoki uylantirsam, hammasi o'tib ketadi deb o'zingizlarni ovuntirmanglar.